4 oy mobaynida turli xil kompaniyalarga ishga topshirishni boshladim va emailimga birin-ketin xabarlar kela boshladi. Avvalo birinchi rad etilganlik to'g'risidagi xabarimni qabul qildim. Keyin esa ikkinchi rad etilganlik to'g'risidagi xabarimni qabul qildim. Keyin esa uchinchi, keyin esa to'rtinchi. Shu tariqa rad etilganlik to'g'risidagi xabarlarim juda ko'payib ketdi, lekin tushkunlikka tushmadim. Rezyumelarimni to'g'irlab, kamchiliklarimni tuzatib, yana qayta topshiraverdim. Va shu tariqa topshirganlarimni hammasini hisoblab ko'rdim. 4 oy mobaynida 110 ta ishga topshirgan ekanman. Shulardan 80 tasi esa javob berishgan. Qolganlari esa javob ham berishmagan. HR telefon qilganlari esa 12 tani tashkil etgan ekan. Menejer bilan suhbat esa 4 tagina bo'lgan ekan. Ana shu men 4 ta menejer bilan bo'lgan suhbatlarimdan faqatgina bittasi esa meni ishga qabul qildi. Va nihoyat ishga qabul qilganlik to'g'risidagi xabarni ham oldim. Assalomu alaykum barchaga, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videomda sizlarga qanday qilib xorijiy talaba sifatida kompaniyalarda ish topishni o'rgatib o'taman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan asosiysi 3 ta narsa. Mana shu uchalasini qilsak, albatta xorijiy kompaniyalarda bemalol ish topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shularni birma-bir ko'rib o'tamiz. Demak, birinchisi bu LinkedInda profil ochish. Share qilaman. Mana bu meni LinkedIn profilim. Sizlar ham xuddi shunaqa LinkedInda o'zlaringning profillaringni ochishingiz mumkin bo'ladi. Va undan keyin buni afzalliklari nimada desalaring, ko'rishingiz mumkin. Mana o'zimda shaxsiy ma'lumotlarimni kirgizganman bu yerga, o'zim haqimdagi qismi about va experience-larim, olgan ta'limim, ya'ni education, universitetlarim, xuddi shuningdek har xil license yoki certificationlarim va o'zimni qobiliyatlarim. Buni to'ldirib chiqasizlar. 50 tagacha qobiliyat yozsalaring bo'ladi. Bu ham muhim bir qismi. Xuddi shunaqa yozib chiqasizlar. Bunga alohida to'xtalmoqchi emasman, chunki juda ko'p videolar bor. YouTube'da ko'rishingiz mumkin LinkedIn profilini qanaqa qilib to'g'ri yuritish haqida. LinkedIn profilining yana bir afzal tarafligi, mana bu yerdan more'ni bosib, bu yerdan build resume'ni bosib va o'zlaringizni rezyumengizlarni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun qaysi ishda ishlashni xohlaysiz, shuni yozasiz. Misol uchun men yozishim mumkin junior accountant va o'zi menga mana chiqarib beradi. Bu yerdan apply'ni bosamiz. Apply'ni bosganimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin qanaqa ma'lumotlarni olganini, contact details, ish tajribali, mana shularni o'chirib to'g'irlashlaring mumkin bo'ladi o'zlaringiz. Va undan keyin download as PDF degan bo'limni bosasiz va mana sizlarga rezyumelaringni ochib berdi. Bunga kirsak, tayyor rezyumeni ko'rishinglar mumkin. Mana. To'g'ri, o'zi bu uzun bo'lib ketgan va ba'zi bir kerak emas ma'lumotlar ham bor bu rezyumeda. Endi buni kichikroq qilib o'zlaring olishlaring mumkin. Lekin o'zlaringga отдельно rezyum qilishni maslahat beraman. Bu ikkinchi tavsiyamiz bo'ladi. Ya'ni sizda professional yozilgan rezyum bo'lishi kerak. Mayli siz agar ko'p ishda ishlamagan bo'lsangiz ham, iloji boricha to'g'ri rezyum yozishga harakat qilsangiz, albatta kompaniyalar sizni ishga olishi mumkin bo'ladi. Buni misol tariqasida o'zimda rezyumimni ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu o'zimning rezyumim. Bu yerga ism, familiyam va junior accountant bo'lib ishlaganim. To'g'rirog'i mana shu sohada ishlamoqchi bo'lganim ham. Shuning uchun o'zimda ishlamoqchi bo'lgan sohamda yozib qo'yibman. Sizlar agar student bo'lsalaring, shunchaki management and finance student yoki computer science student deb qo'ysalaring ham bo'ladi. Endi bu yerda hozir bir ikkita narsalar sal o'zgarib ketibdi. Mana location larni to'g'irlab qo'yamiz. Mobile phones, mana shularni o'zlaringning nomerlarini yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Email manzilini va mana bu yer LinkedIn profilimga link. Mana bu yerni linkni shunday bossak, birdan
LinkedIn profilimga o'tishi mumkin bo'ladi rezyumemdan. Mana o'tmoqda. Internetim uncha yaxshi emas, uzr. Mana bu LinkedIn profilim. Xuddi shunday mana bu edit public profilni bosib, bemalol sizlar ham LinkedIn profillaringni linkini olib olsalaring ham bo'ladi mana. Buni qilasizlar, mana copy qilib bemalol olsalaring bo'ladi. Demak, bu yerda career objective deb yozilgan. Bu yerga siz o'zingiz haqida ma'lumotlarni yozishingiz kerak bo'ladi. Ishlagan bo'lsangiz ishlaganingiz, o'qiyotgan bo'lsangiz o'qiganingiz, ya'ni qisqacha qilib o'zingizni biografiyangizni mana shu yerga yozishingiz kerak. Bu degani siz tug'ilganingiz, qayerda yashaganingiz emas, shunchaki hozirgi topshirayotgan ishingizga mosligingizni, o'zingizni o'tgan tajribalaringiz bilan yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyin work experience ga ishlagan joyimda yozganman va e'tibor bersalaring qachondan qachongacha ishlaganim va qaysi ichida qancha oy ishlaganimni ham yozib qo'yganman. Qaysi kompaniya va qaysi lavozimda. Xuddi shuningdek outline degani asosiy taski nimadan iborat edi, asosiy ishi nimadan iborat edi shuni yozganman va responsibilitylarimni yozganman va key achievementlarimni yozganman. Bu responsibilitylarni topish oson, lekin key achievementlarni topish biroz qiyin. Mana shunday vaziyatda o'zlaringiz agar achievement qilmagan bo'lsalaring ham iloji boricha nimanidir tezroq qilganlaringizni yozib ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu unchalik tekshirilmaydi, lekin ko'rganda wow deb turishi mumkin. Lekin yolg'on yozib tashlamanglar, chunki intervyuda so'rashi mumkin. Xo'p, shuningdek mana boshqa joyda ishlaganlarim va bu yerda yozmaganman, yozish ham shart emas chunki narsani. Keyin ta'lim olganlarim, qayerda o'qiganlarimni yozganman. Keyin ish tajribalari, ya'ni skilllarim, qobiliyatlarim shular yozganman. Mana shunga ham e'tibor beringlar. Sizlar qaysi ishga topshirayotgan bo'lsalaring, ana shunda qanday requirementlar bor, ana shuni yaxshilab ko'rganlaring va keyin rezyumeni yozganlaring ma'qul. Xuddi shuningdek languageslarim bilganlarim, qaysi tillarni bilishlarim, buni e'tibor bersalaring ko'pchilik B1, C1 yoki C2 deb yozib qo'yadi. Bu xato. Buni native proficiency yoki full professional proficiency deb yozganlaring ma'qul. Buni LinkedInda yozilgan bo'ladi. O'zi mana bu hozir mana LinkedInda mana bu qismiga borsalaring mana languagesga o'zi yozilgan full proficiency, limited working proficiency, xuddi mana shunaqa sizlar ham yozib qo'yishlaring mumkin LinkedIndagidek. Undan tashqari yutuqlarim bularda yozish shart emas, lekin asosiy yoziladigan narsa bu nima? Bu eng tagidagi narsa. Buni ko'pchilik unutadi va yozmaydi. Bu narsa o'zini rezyumlarda qonuni bor, ya'ni sizni olgandan keyin kompaniya rezyumengizni boshqa kompaniyalarga ulashishi yoki boshqa departamentlarga shu kompaniyani ichida ulashishiga siz rozilik bildirasiz. Mana shu narsa juda kerak, shuni unutmanglar yozishni. Xo'p, keyin yana bitta narsa, bu yerda rasm nimaga qo'ydingiz degan savol so'rashlaring mumkin. Buni rasmni qo'ymasliklaring ham mumkin. Men qo'yganimning sababi eslaringda bo'lsa, job target degan bitta mehnat yarmarkasiga borganman. Mana shu yerda ham keltirib qo'yaman linklarini va videosini ham qo'yib qo'yaman. Ana shuni ko'rishlaring mumkin. Ana shu yerga borganimda mehnat yarmarkasida birga ishlaydigan boyagi nimalar ham kelgan, shu kompaniyalar, universitet bilan, ya'ni hamkorlikdagi kompaniyalar kelgan, juda ko'p, 50 dan oshiq kompaniyalar va ulardan HRlardan so'raganman, har biridan nima ga meni rezyumimni qabul qilmadingiz, chunki topshirganman shu kompaniyaga. Misol uchun Philips kompaniyasi 20 dan oshiq marta topshirganman, hammasida o'tkazib bo'lgan, keyin rezyumni ko'rsatganman va nimaga meni qabul qilmadingiz, nima xato deganman. Shunda aytishgan, mana shu xatolarga xulosa qilgan holda mana shu rezyumeni tuzib chiqqanman. Bundan xavotir olmanglar. Keyin rasmni ham so'raganman, rasm qo'yish shartmi yo'qmi deganman. Keyin ular aytgan, rasm qo'yish shart emas degan. Bir xillari aytgan, menga farqi yo'q degan. Lekin bittasi aytgan, rasm qo'yish shart emas, lekin u narsa sizni eslab qolishimizga yordam beradi rezyumengizni. Bizda bir vaqtda uchta kubalar rezyum ko'ramiz. Misol uchun
solishtirish uchun bitta rezyumega qarab turmaymiz, har xil rezyumlar ko'ramiz. Shunda eslab qolish uchun sizni rasmingizni qo'ysangiz, shu asl mana shunaqa rasmlar turibdi desa, sizni virtual tasavvur qilishingizga yordam beradi degan. Ya'ni buni ozroqgina peluschasi bor, shuning uchun qo'yganman. Aslida buni juda katta nima deydi, pelusi yo'q, shunchaki salgina bor. Sizlar ham qo'yishlaring, qo'ymasliklaring mumkin va bu rasm albatta yaxshiroq tushgan rasmlaring bo'lishi kerak. Ya'ni futbolkada prosta tushib qo'ygan rasmlaring bo'lmaydi. Xo'p, bu rezyumni Telegram kanalimga ham tashlab qo'yaman. Mana shu yerda linklari chiqarib qo'yaman. Bemalol kirib o'zlaringni moslab yozib qo'yishlaring mumkin. Misol uchun mana shu yerlarga o'zlaring manzillaringni yozasizlar. Mana o'zlaringni nimalaringni yozasizlar, qayerda ishlaganlaringni yozasizlar va hokazolar. Keyin yana bitta narsa, agar ishlamagan bo'lsalaring, buni yo'li bor. Sizlar internshiplar topshirishlaring mumkin. U internshipda har xil internshiplar bor. LinkedIndan ko'rsalaring bo'ladi albatta. Va sizlarga pul to'lamaydi, lekin bemalol oladi sizlarni ishga. Ana shunda o'zlarining tajriba yig'ishlaring mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa bu narsa keyinchalik CV'ingizga va shunaqa rezyumingizga plus bo'lib turadi. Yoki yolg'ondan yozish degan narsani ham nima qilishi mumkin. Ko'pchilik yozsak nima bo'ladi deb, bu narsa uncha ko'p nima deydi, falshivniy narsa hisoblanadi, lekin agar umuman ishlamagan bo'lsalaring, hech narsa yo'q bo'lsa, balkim yozganlaring ham ma'quldir, lekin ko'p yolg'on yozgan yaxshi emas. Sal o'zgartirib yolg'on yozish mumkin. Ko'p yolg'on yozsalaring yaxshi emas, chunki intervyuda bu rezyumingizni bittalab so'raydi. Buni nima uchun yozding, buni qanday skilling, nima uchun yozgansan bu skillni, misol uchun qobiliyating bor ekan, nimalarda ko'rgansan bu qobiliyatni deyish mumkin. Xuddi shuningdek bu ikkinchi maslahatim edi. Buni Telegram kanalimda tashlab qo'yaman dedim. O'zlaringga mos yoza olasizlar, endi rezyumga qarab. Va uchinchi maslahat, bu intervyuga yaxshi tayyorlanishlaring kerak bo'ladi. Intervyu nima degani? Bu ikkalasidan o'tganlaringdan keyin tasavvur qilinglar, rezyumni zo'r yozdingiz, ishga topshirdingiz, LinkedIn profillaringizni zo'r qildingiz va sizga HR telefon qiladi. HR telefon qiladida ba'zi bir savollar beradi. Misol uchun, qayerda yashaysiz, oylik maosh qancha olishni xohlaysiz, yoki misol uchun ertalab sizni nima ishga borishga motivatsiya beradi. Shunga o'xshagan savollar beradi, umumiy savollar beradi. Endi qayerda ishlaganlaringizdan ham ozroq so'rashi mumkin. Va ana shu yerda ingliz tilini yaxshi bilmasangiz qiynalishingiz mumkin. Uchinchi maslahatlardan biri mana shu ingliz tilini yoki mana shu topshirmoqchi bo'lgan davlat tilingizni yaxshi bilgan bo'lishingiz shart. Xuddi shuningdek, HR agar sizni yaxshi deb bilsa, HR yaxshi taassurot qoldirsangiz, menejer bilan suhbatga taklif qiladi, email orqali sizga xabar yo'llaydi va menejer bilan suhbat bo'ladi. Bu odatda 1 soat bo'lishi mumkin. Menejer bilan suhbat davomida sizni mana shu rezyumingizdagi har bir yozganlaringizni bittalab so'raydi. Misol uchun time management deb yozib qo'yadi ko'pchilik. Shu skill menda bor deb ana shu maydalab so'raydi. Bu skill qayerda orttirgansan? Bizga qanday foydasi bor bu skillingda? Shunga o'xshagan narsalar ko'p so'raydi va shuningdek ana shu topshirgan positioningizga qarab sizga har xil mashqlar beradi va mana shuni yechib berishingiz kerak. Misol uchun menga bergan u position shunaqaroq edi, customer service'ga javob berish edi. Ya'ni sizga telefon qilishardi va siz to'g'ri javob berishingiz kerak bo'lardi. Xo'p, misol uchun menga so'ragan edi, tasavvur qil, senga bir customer telefon qildi. U juda nima deydi, jahldor, jahli chiqib turibdi, lekin uni muammosi boshqa departament javob berishi kerak bo'lgan muammo. Sen qanday ana shu bilan muloqot qilasan degan edim. Misol uchun men aytgandim, men o'zimning nomimdan emas, kompaniya nomidan ish yuritaman, shuning uchun iloji boricha bosiqlik bilan to'g'ri muomala qilishga harakat qilaman, qo'limdan kelgancha yordam beraman deb shunaqa javob bergandim. Xuddi shunaqa sizlardan ham har xil keyslar so'rashi mumkin, mashqlar bajarishni xohlashi mumkin. Ana shunda nima deydi,
yaxshi ingliz tilini bilgan bo'lsangiz sizga foyda bo'ladi. Shuning uchun ana shu topshirayotgan job positioningizdagi tilni yaxshi biling. Xoh ingliz tili, xoh korean tili, xoh polak tili bo'lsin, bemalol gaplasha olsangiz mana shunaqa savollariga tutilib unda yomon taassurot qoldirmaysiz. Shuning uchun o'rganib qo'ying va intervyuga tayyorlanish mobaynida YouTubedan yoki boshqa joylardan savollar bor, ana shu savollarga tayyorlaning. Xo'p, mana shu maslahatlar shulardan iborat edi. Keyinchalik LinkedInda qanday profil ochishni yoki rezyumeni maydalab to'g'ri yozishni yoki intervyuga tayyorlanishni o'rgatishimni xohlasalaring, kommentga yozib qo'yishlaring mumkin. Bemalol kirib sizlarga o'rgataman. Rahmat hammaga kuzatganlaring uchun. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying va o'z izohingizni qoldiring va like bosishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.